Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Bundan taxminan 1,5 oy oldin video joyladik. Shu uy masalasi bo'yicha yordam so'rab, mana Allohga shukr. Uylarimiz ham bitib qoldi. Bu oshxonasi mana. Ko'ringlar. Ularga moslab, taskina qilib, xudo xolasa, kir mashina, gaz, hamma bor. Mana o'rtalar bor, xudo xolasa, mana qahvadan tushadi. To'pli pollar bor, xudo xolasa. Bunaqa pechkalardan ham xudo xolasa qo'yildi mana. Mana bet hammom. Aytman tahoratxonasi, xudo xolasa. Xudo xolasa mana mehmonxonasi. Ehson qilganlardan Alloh rozi bo'lsin. Kimki puli bilan yoki o'zining mehnati bilan yoki biror narsasi bilan shu videolarimizni tarqatishda yordam bergani uchun Alloh rozi bo'lsin hammadan. Mana endi yo'q, savob ish endi yo'q, xudo xolasa. Uylar bitti mana, 1-2 kunda akamiz chiqadi. Akamiz o'zi ham mana shunday. Duoxondan aka. Assalomu alaykum. Rahmat aka. Bu video joylaganida 1,5 oy oldin. To'g'ri. Shu o'zini puli bilanmi, o'zini mehnati bilanmi, shu videolarimizni qo'ygan videolarimizni tarqatish bilanmi nimaga yordam qilgan O'zbekiston xalqiga saxovat berish insonligi bir-ikki og'iz gapsiz va duo qilib berasiz. Barcha shu ijod qatnashgan barcha O'zbekiston xalqiga rahmat, Alloh rozi olsun. Bu yerda qatnashgan dili bilan, tili bilan, pul bilan, moli bilan qatnashgan barcha odamlarni jannatga qasr qilib qo'ysin ekan hammasini. Amin. Shu buzilib ketguncha, chirib ketguncha ota-onasi sog' bo'lsin, xudo olsin. Undan keyin joriy sadaqa deydimi xudo? Albatta. Ashuna bor edi xudo olsin. Alloh razı bor. 15 sabi bir inson 100 beradigan razı bor. Ashuna bo'lsin. Alloh taolo o'zi bor. Xudo to'ldirib qo'ysin. Bolalar ashadki hisobini o'zi tutadi ichiga. Hammamizni Alloh razı olsun. Nima duo qilyapmiz. Xudo olsin oldimda. Tahajjud namozi yo'q, duo qilyapman. Alloh razı olsun. Hammadan. Amin, Alloh akbar. Keyin yana bitta gap. Shu videomizni ko'radigan aka-ukalarga, opa-singillarga zakotimni qayerga bersam ekan, nima qilsam ekan deydigan aka-ukalarga mana shu akamiz bemalol kelib, mana adreslarni, telefon nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Bemalol kelib zakotinglarni berib ketishlari mumkin. Mana shu ukamiz, mana shu ukamiz ham mana ismi Erkinbek. Yaxshi xizmat qildi, Alloh rozi bo'lsin shu ukimizdan. O'zi Ehson qilganlardan ham Alloh rozi bo'lsin. Ajovoz ukamiz bu. Aytdi ajovozi bor. Ajovozda ishlaydi, chiqib bu yerda ishlaydi.